Assalomu alaykum, sementalchi bola kuzatuvchilari. Mana bugun Samarqand viloyati Payariq tumani Chelakdamiz. Mana 7-8 oy oldin shu semental buzuvchilarda sementalchi bolani o'zi olib bergan edi bizga vodiydan. Mana vaqt soati keldi, xudo xolasa shu novvoslarimiz sotiladi. Bular yoshlari kelsak 15, 16, 17, 18 oy, hali birortasi tish buzmagan, hali buzuv tishida turibdi. Shu mollar xudo xolasa sotiladi. Chiroyli qilib, halol pokiza qilib boqilgan. Shoxlari kuydirilgan, yaxshi kuydirilmagan ekan. Mana hammasi oq tumshuq. Birortasining burnida dog'i yo'q. Shu sharpang quloq. Toza avstriyskiy sementallar. Bularni bo'ylariga keladigan bo'lsak, mana shuni o'lchab ko'rdik. Orqa taraf 1.50 dan baland, old taraf 1.45 dan baland chiqdi. Yeb ichishi, tani joni sog'ligi, 4 ta tuyog'i. Bu taraflar hammasiga kafolati bor. Hammasi yeb ichib turibdi. 4 ta tuyog'i soppa sog'lom. Rasa uruqqa ishlatadigan paytiga yetib kelgan. Rasa uruqbob novvoslar. Zo'r buqalar, chiroyli qilib boqilgan. Mana shu ham orqa tarafi 1.45 dan baland, 1.50, oldi 1.45, 1.40 mana shunaqa chiqyapti. Bu ham baland, 1.5 metr mana shu. Birortasini ignacha nuqsoni yo'q. Faqat havasga boqilgan buqalar endi ozgincha zarurati yuzasidan sotilyapti. Buyoqda 3 ta bor. Hammasini emlamalari qilingan. Hech qanaqa nuqsoni yo'q. Bu chekkadagi sotilmaydi, ozgincha oyog'i og'riyapti ekan, u qoladi. Qolgan mana shu 7 tasi yeb ichishi, tani joni sog'ligi, salomatchiligiga kafolati bor. Bular toza avstriyskiy buzoqlar. Mana tabiiy to'qol ekan. Birortasini defekti yo'q, xudo xolasa. Bittasini ham burnida dog'i yo'q. Bitta ko'rib, tekshirib olingan buzoqlar. Xudo xolasa 100-150 talab zot olasizlar bularda. Misali buzoq tukida turibdi. Bo'yi 1.5 metr. Mana o'sha ancha katta bo'lib ketgan bunisi. Ularni jo'yvesiga kelsak, hech qaysi 600 kilodan past emas. 700 kilo, 700 dan baland, mana 700 dan ham oshiq bo'lsa kerak. Xudo xolasa o'sha gap zarurat yuzasidan sotilyapti. Hammasi istagan tuyoq, mana iynadek dog'i yo'q, nuqsoni yo'q. Hammasi istagan tuyoq, haqiqiy avstriyskiy buqalar. Yana nima desak bo'ladi bu mollar haqida? Bu faqat ko'p ovqat yeydi deydi-yu. Faqat boqish kerak, mehr berish kerak. Juda sho'x ekanda, yerga turadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kelaverasizlar.